dushman orttirgan, u puldor odam, u qani unchalik o'ziga praf bo'lsa, zo'r bo'lsa, kelib mani razbor qilib ketsinchi, хотя бы qani ichkiga yozsinchi. Nimaga yaxshimisizlar? Korchi oxirgi video qo'ydim. Video tagiga siz ham mashinangizni kreditga berishdimi deb ko'pchilik yozyapti. Ichkiga ham kommentariga ham to'ldirib yuborishdi, korchi. Yo'q, xotirjam bo'linglar. Meni mashinam kredit emas, meni mashinam adishi podarka. Bu mashina podarka qilgan inson kamera ko'rinishdan xoli bergan inson. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bizniki PR yoki boshqalar. Adishi. Assalomu alaykum. Odilxon ukamiz esa biz hech qachon hech kimga husumatimiz yo'q. Aytadigan gapimiz, siz ham trenddan qolmay debsizlar, shu fesdan bir foydalanay debsizlar, ukajonim. Omadingizni bersin. Bizda aytadigan gapimiz, sizni shapaloq yegan videongizni ko'rib chiqdim. Sizni oringiz uchun ham albatta erka bo'landan Xudo xolasa javobini olamiz. Bular shu $15,000 jentira sovg'a qilgan bo'lsa, shu $15,000 hurmatni oldi, mashina podarka qilindi degan. Bu yerda bu bola xor bo'lyapti. O'rtaga chiqib, kameraga chiqib, biz hali yakka boramiz, men 50,000 tikaman, 100,000 tikaman, Tailand mendan, u mendan, bu mendan deb ochkoni ishlashyapti o'rtada. Oxiriga surishtirsanglar, bunaqa kashas chiqyapti. Bular ish bitguncha sal kallani ishlatdinglar, yangi chiqib turganlar. Ishi bitguncha o'zlari sal ekranga ko'rinib tanilib oladi, keyin xohlaganini qiladi. Boshqa sportsmenga o'tib ketadi. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, do'stlar. Men hozir videolarda ko'ryapman. Bir 2-3 ta mayiz bolalar men haqimda gapirib chiqyapti. Аккуратный, скромный, dostoyin, normalniy mayizlar. Video qilishdan oldin so'rab oladi boshda. Gapni so'rab olib, payaga yetib, keyin video обращение qiladi, keyin video qilib chiqish kerak-da. Konkret mujik bolalar bo'ladigan bo'lsalaring, davay men bilan uchrashinglar. Direktlaringga yozdim ham, javob yo'q. Telegramlaringga ham yozdim ham, javob yo'q. Uchrashib olaylik-da, gaplashib olaylik-da. Men bir ko'rsatadigan narsalarni ko'rsatayda, bir uyalib qolinglar-da. Bitta uzr aka, noto'g'ri qilmaysiz deb turib, bitta video qilib qo'yinglar. Ukalar, o'g'il bola gapirdimi, gapiga javob berish kerak. Shuning uchun men agar kimgadir va'da bergan bo'lsam, ustidan chiqmagan bo'lsam, davay menga bitta keltirib beringlar, men uzr so'rab chiqay. Agar menga keltirib bera olmasalaring, uzr so'rab chiqasizlar. Bo'ladimi? O'rtoqlar, sut kabi oppoq farishtadek akamiz yana bizga video qildi. Shapaloq yegan videongizni ko'rib chiqdim. Sizda oringiz uchun ham albatta erka bo'landan Xudo xolasa javobini olamiz. Men uchun so'rab olguncha, o'zingiznikini ushlab siling, iltimos. Aytgancha siz oilaviy muxlislik qiladigan yigitni vaqtida orqalariga tepib, qon yig'lashga majbur qilib,